Assalomu alaykum. Sizlarni Bux Akademiya buxgalteriya o'quv markazi video darslarida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun biz sizlar bilan Ajnes dasturida ishchi xodim ishga olishni ko'rib chiqamiz. Birinchi Ajnes dasturini ochib olamiz. Xo'p, Ajnes dasturidan bizga kerak bo'ladi kadr menyusi. Kadr menyusidan прием на работу в организацию bo'limi tanlanadi. Прием на работу в организацию bo'limidan yangi xodim ishga olish uchun добавить knopkasi bosiladi. Xo'p, добавить knopkasi bosilgandan keyin помощник приема на работу oynasi ochiladi va biz to'g'ridan-to'g'ri ishchi xodimning to'liq ma'lumotlarini kiritib ketishimiz mumkin. Xo'p, birinchi oynada ishchi xodimning familiya, ismi, sharifi, tug'ilgan kuni va jinsi ko'rsatilinishi kerak. Familiyaga kiritamiz. Xo'p. Familiya, ismi, sharifi ko'rsatilgandan so'ng tug'ilgan kunni ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, Daley knopkasini bosish orqali biz kadroviy informatsiya bo'limiga o'tamiz. Kadroviy informatsiyadan ishchi xodimning ishchi guruhi, lavozimi, ish grafigi va shunga o'xshash ma'lumotlarni kiritishimiz lozim. Xo'p, подразделение bo'limidan xodimning ishchi guruhini tanlaymiz. Ma'muriyat xodimi uchun AUP, ishlab chiqarish xodimi uchun производство bo'limlari tanlanadi. Hozir biz ma'muriyat xodimini ishga olayotganligimiz sababli AUP tanlaymiz. Xo'p, должностьga ishchi xodimning lavozimini qo'yishimiz zarur. Xo'p, должность bosganimizda uch nuqtadan kirib bizda ish lavozimlari kelib chiqadi. Agar mavjud ro'yxatda biz ishga olayotgan lavozim yo'q bo'lsa, добавить knopkasini bosish orqali ish lavozimini qo'shishimiz mumkin. Masalan, direktor. Xo'p, administrativno-управленческий personal yorlig'ini yoqib qo'yish orqali biz bu ishchini ma'muriyat xodimi ekanligini ko'rsatishimiz mumkin. Lavozim qo'shganimizdan so'ng uni tanlab olishimiz kerak. Xo'p, grafik работаga ish grafiki ko'rsatilishi kerak. 5-dnevная рабочая неделя va 6-dnevная рабочая неделя mavjud bo'lib, 6-dnevная рабочая неделя AUP xodimlari uchun, ya'ni ma'muriyat, 5-dnevная рабочая неделя bu ishlab chiqarish xodimlari uchun. Biz hozir ma'muriyat xodimlarini ishga olayotganimiz sababli 6-dnevная рабочая неделя, ya'ni 6 kunlik ish haftasi tanlanadi. Xo'p, data приемaga ishga olish sanasi aytaylik. 1-yanvar 2020-yil bilan bir stavkada основной вид отчисления, оклад по дням bu yerda turibdi. Ya'ni bu kun uchun oylik to'lash. Okladga 5 million so'm kiritiladi va Daley knopkasini bosish orqali дополнительная informatsiya bo'limiga o'tiladi. Daley. Дополнительная informatsiya bo'limida ishchi xodimning INN va INPS nomerlari ko'rsatilishi kerak. Aytaylik. INN va INPS nomerlari ko'rsatilgandan so'ng bu yerda печатать приказ о приеме. Bu yerda ko'rishimiz mumkin galочка turibdi. Bu nima degani? Bu готов tugmasini bosganimizdan so'ng bizga prikazni ko'rsatadi va pechat qilishga tayyor holda prikazni chiqarib beradi. Uni pastda esa оформить еще прием работников. Bu yerga galочка qo'yish orqali biz bu yerdan chiqmasdan turib yana boshqa ishchi xodimlarni ishga olishimiz mumkin готов tugmasi bosilgandan so'ng. Bizga hozir bu kerak emas. готов tugmasi bosiladi va mana ko'rishimiz mumkinki приказ о приеме работника на работу, принять на работу. Bu yerda ishga olish buyrug'i kelib chiqdi. Bu yerni xohlasak pechat qilib olishimiz mumkin, xohlasak eksport qilib o'zimizga kerakli formatda faylni saqlab qo'yishimiz mumkin. Xo'p, shu bilan o'z darsimiz nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha